Mana kuzatuvchilar 2026-yil 5-iyul kungi dastavkamiz Nukus rayon Kerdir mahallasidan Muratboy agamizga keldi mana. Mana 2026-yil 5-iyul kungi dastavkamiz Xudo xolasa nasib etsa yo'lga chiqyapmiz. 30 kilovatlik, ya'ni 300 kvadratlik to'rtlik listdan bo'lgan zakaznoy kotol, 200 kvadratlik to'rtlik listdan bo'lgan, 200 kvadratlik to'rtlik, 200 kvadratlik to'rtlik, 30 plus 10 350 kvadratgacha bo'ladigan 350 kilovatlik kotolimiz. Bular elektronli miyalar bilan jihozlangan bu ikkalasidan. Bularda termostat, ya'ni regulyator ham qo'shib qo'yilgan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu kotollarimiz termostati, regulyatori bor. Bu kotolimiz to'rtlik listdan hammasi zakaznoy, shomanayga. Bu ikkalasi uchlik listdan bo'lgan 30 plus 10. Ya'ni 350 kvadratgacha qizdiradigan kotolimiz. Ventilyatorlar ustda bo'ladi, vozduklar ikki yondan beradi bulardiki. Bulardaki ventilyator yon tomonda turadi, ikkinchi yog'ini o'tirib beradi uni. Bu vozduk kanallari bular. Ventilyator har xil tarafida turibdi. Bulardaki ustunda turadi mana shunday. 200 kvadrat plus 10 sant ul qo'ygan, 250 kvadrat plus 10 sant uzaygan, 300 kvadrat plus 10 sant uzaygan degan kotollarimizdan ventilyatorlari ana shunday ustunda bo'ladi. Elektronli miyalar bilan jihozlanadi ular. Bulardiki mana oddiy termostat, regulyator, eshikka sab, skromniy qilib joylashtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa nasib etgandan keyin yana borib video qilamiz. Hammasini podrobniy tushuntirib, bizni kuzatishda davom eting. Kimga shunday kotollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amdira tuman Mang'it shahri eski paxta zavodi ichida o'zimizga aloqaga chiqib kelasizlar. Shomanaydan, Nukus rayonidan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, mana shu kotollarni Xudo xolasa hozir borgandan keyin ham video qilamiz. Ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Muratboy, mana kotolimiz. Endi sal yaqinroq olib keling, kamerani tushuntirib berib keting shu o'rinda. Bu elektronli miya bu. Elektronli miyamiz birinchi knopkasini bir marta bossangiz, eng past gradusni ko'rsatadi. Bu 40 gradus. Bu narsa kotol 40 gradusga tushgan vaqtida ventilyator ishlaydi degan narsa bu. Ikkinchi knopkani bir marta bossangiz 70 gradus. Ko'rinib turibmi? 70 gradus. Bu 70 gradus degan narsa kotolimiz 70 gradusga chiqqan vaqtida o'chadi bu. Ko'mirni yoqmaydi. O'zi dam olib turadi. Qachon 40 gradusga tushadi kotol, temperaturasi shu vaqtda qo'shadi. Buni o'zingiz, o'zi qo'shib ketadi. Buni o'zingiz ertan qishning kunida suv vaqtida kunning issiq suvuna qarab o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu knopkani bir marta bossangiz 70 degan yozuv yana o'chadi. Birinchi knopkani bosib tursangiz ko'taradi balandga, ikkinchi knopkani bosib tursangiz tushiradi pastga. Mana hozir 65 gradusga qo'yib ko'rsataman. Mana 65 gradus. Bu narsa endi 65 gradusga chiqqan vaqtida o'chadi, 40 gradusga chiqqan vaqtida qo'shadi degan narsa bo'ldi. Xalasangiz 40 gradus deganda, xalasangiz buni 50 gradusga tezroq qo'shish uchun 50 gradusga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi mana. 50 gradusga qo'yasiz, 50 gradusga kotol tushgan vaqtida o'zi avtomatik yana qo'shib ketadi. Bu narsasi regulyator. Ventilyatorning aylanishiga e'tibor bering. Buni ko'targan sayin ventilyatorning sessidan kuchaydi, mana shamoldan kuchayadi. Buni azaytirsangiz pasayadi. Buni estarga qo'ysangiz, estarga yoqib ko'mir ekonom bo'ladi. Buni qattiq qo'yaversangiz, tezroq yonib, ko'mir rasxod ko'payib ketadi. Bu narsa ko'mirni birinchi zapravkab ketib, saqon vaqtida yog'ib olish uchun kerak bu. Qo'lni qo'yib, oxirina qo'yib, bir yog'ib olasiz. 5 minutdan keyin pasaytirasiz, ana shu temperaturada turaveradi ana shunday. Ana Muratboy kotolimiz. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin, nasib etsin. Rahmat. Mana kuzatuvchilar, shunday kotollar kimga qiziq bo'lsa, mana Nukus rayonida Kerdir mahallasidan Muratboy agamizga keldi. Bu kotolimiz Azamat agamizga boradi hozir. Ona video qilamiz. O'zimizga aloqa chiqarasizlar. Bizning manzil Amdira tuman Mang'it shahri eski paxta zavod ichida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.